Eng arzon Vodiy kanalida arzonchiroq Damas xohlaganlar uchun 2009-yilda ishlab chiqarilgan Damas mashinasi. Mashinamizdagi haqiqatan ideal holatda 2020 ni videoni berib turibdi. Texnik xarajatlari ham yo'q ekan, hadovoylargacha yaqinda qildirish bo'libdi. Mashinamiz 12 shiroki yangi balonlar ham taqib qo'yishgan ekan. Mashinamiz salon holatlari ko'rsam mumkin, sanoqlari ham yaxshi holat turibdi. Yangi shixola taqib qo'yishdi. Polilar tashab qo'yishgan ekan, orqa salonlar, ashki pataloy stoykalargacha ko'jalar tortib qo'yishgan ekan. Mashinamizdagi haqiqatan ideal holatda ekan 2009. Endi tablolarni almashtirish bo'lgan ekan, где-то 300 ming 350 ming atrofida yurgan ekan. Hozir tabloda 250 ming ko'rsatyapti. Mashinamiz temir metan gazlari ham bor ekan. Kuzlarda unaqa oshcha qirilgan, sizgan chaqachuqqa rixtovka qiladigan joylari ham yo'q ekan. Mashinamiz texnik xarajati ham yo'q ekan, kuzovida ham chiroq chimatiga ham umuman xarajatlari yo'q ekan. Endi bunaqa narxlarga lekin to'g'risi bozorda Matiz ham bermayapti. Bu mashinamizga gen afarimlarni qolagan hujjatlari bo'laveradi. Eng arzon Vodiy kanalida bu mashinamizni olib maza haydashlar uchun $2650 ga berib yuboramiz.